Aqlli deydi. Boş. Bering. 24-25 plus. Hozir endi tishini bular 100 ga 35 million ana shu oq mashinalar отдельно qo'yilyapti, yana ham savdolanadi. Yaxshi. Charchamaygani, baqayotgani yuribsizmi? Alloh nasib qildi, biz xonadoningizga keldik. Salom Mana demak 6 bosh Angus bor ekan, ha? Angus novvoschilar. Olganingizga qancha vaqt bo'ldi bularga? 1 yildan oshdi. 1 yildan oshdi. Demak, buzoqchamida olganingizda. Ha, buzoq. Aha. Necha oylik edi o'zim vaqtingiz? Mana shu 6 Hurmatli kuzatuvchilar, biz Pravda mahallasidamiz. Qo'ldan kelgancha sizlarga mana shunday anguslardan, yoshiga to'lgan anguslardan 6 bosh ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa narxi to'g'ri kelsa, narxini chiroyli qilib chiqarishga harakat qilamiz. Bemalol aloqaga chiqarasiz akalar. Demak, 1 yil bo'lganda sizlardan vaqt 6 oylik. Bitta ko'ringchi bo'ladi. tushunmayman deb Tushirib, boshlardi Bosh. ko'ringan ekan mana. Qani? Ya biz o'chaman deydi. Tish to'ldirgan endi. Endi tish buzyapti. Endi tish orasini ochib boshlabdi, endi to'gilyapti. Xudo xolasa biz bilan birgalikda mana Inomjon Uzkiga, Inomjon jiyanimizga kanallariga o'tib obuna bo'lib qo'yasizlar. Alloh nasib qilsa xizmatlaringizda bo'ladi. Asli Xudo xolasa. Qishloqda xonadonlardan, ya'ni egalaridan ko'p videolar chiqaradi, shurg'ul buzoqlarda. Inomjon Uz desak, Xudo xolasa kanallariga o'tasiz. Biz bilan birgalikda Alloh nasib qilsa. Hurmatli aka-ukalar, mana holati. Metrimiz ham bor, hozir metrga ham qo'yib o'tamiz. Tog'a buni metrini ham bitta ko'raylik-a. Metr yaxshi bo'ladi. Nima deydi? Semirgan, nasib bo'lsa. Aqlli degan joy kerak emas. Metin tuting. Yo'q. Metrga tashlab ko'ramiz mana. Aqlli deydi. Bosh. Bering. Yetgan yemi nima bo'lyapti? Bor? Yemi kepak beraman. Kepak, yana nima beradi? Katakka jonman. Ha, shu bug'doy kepakni bir kasa oralashtirib beradi. Yemishi nima bo'lyapti? Yemishi bir marta qo'ya qolamiz. Qopqoqda bor-ku. Biri 25. 24-25 plus ekan. Biri 25. Hurmatliga. Uylari biri 25. Keyingilarni ko'rsatay aka, bitta aylantirib yuribsizmi mana bu yerda? Ha, aylantir. Ko'ray qanday dedi? O'rtachasini endi shunday. O'rtachasi bor. Bundan narsalarimiz bor. Mana go'shtli, juda go'shtim bor ekan. Bahosi o'rtacha hozir aytib. Endi tishlarni orasini ochgan, endi tish buzadi, nasib bo'lsa yoshiga to'ladi akalar. Kirgizing aka. Keyingisini ko'rsatamiz. Mana chesta angusdan bog'lab qo'yaman degan aka-ukalarim, xudo xolasa, men boqib turib buni 6 kilo qilaman deganlar uchun mana navoslar xudo xolasa. Narigi tomonda o'ta kattasi bor ekan. Xudo xolasa, ikki mavzu sonalashmasa bitta ko'ramiz. Angus. Mana navoslar. Yani hiç oturmayın. Nima yetayman? Yetayman. Bu qarang, birga betaymi? Oldinda chiygandan keyin qo'shib. Xudo xolasa. Bosh. Ha akalar. Bosh. O'ynab turibdi. Quybirilmagan-da? Yo'q, qo'yilmagan. Tamam. Hop. Mo'g'lab chiqaramiz. Zo'rg'a mana shu bittasini. Menimcha bu eng kichkinasi, ha? Birinchida. Eng kichkinasini chiqarib ko'rsatib qo'ldan kelgancha akalar mana. Qolganlari Hamsa qo'ldan kelgancha oldinlardan aylanib o'tib video qilishga harakat qilamiz. Chakkadan kattaroq. Boshqalar bir. Mana akalar. Inomjon qanday ekan bular aka? Juda ajoyib, mehr bilan qaralgan bularga. Gap yo'q. Bu buzoqligida olgansizlar, ha? Ha, buzoqlik. Mickey Mouse. Shular bilan birgalikda olinganmidi bu? Ha, shu birgalikda oldim. Kattaroq edi.
Gap yo'q. Yigit shu qurib yemish ekanda. Ha, qirg'iymish. O'tkir o'z tog'amiz mehnatiga bittadan like bosib qo'yamiz aka. Birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi, to'rtinchisi, beshinchisi, oltinchisi, 6 bosh. Bitta Mickey Mouse, qolgani hammasi Angus. Chamay-chut men o'zimcha kilosini o'ylab o'tiribman. O'zimcha shu 300 plus minus shu atrofda. Yana ham bular hali boqma, lekin hozirgi kilosi shunday keladi deb o'tiribman. Juda endi mol haqiqatdan ham. Gap yo'q. Turishlariga necha baho? Qo'ldan kelgancha. Baba, bularning narxi qanday? Hammasi alohidami yo bir joyga bir xil narx? Ya, bir xil narx. Ularni o'zingiz ko'rdingizki, hammasi bir xil. Hammasi bir xil narx. Ana shu eng birinchi narxi oqbosh Mickey Mouse nechi pul? Endi 35 deyman chetdadan. Kattasi. 35 sodalari bor. Hozirgi realni vaqtda akalar 320 shuni plus minus go'shti bor. Endi hali bular boqma, hammasi buzovligida 1 yil oldin bu olib baylagan sut buzovlik payti. Mana hozir endi tishini orasi ochilgan, endi tish buzib yoshiga to'laman deb turibman. Qolganlari 5 tasi hammasining narxi bir xil 32 million so'mdan savdolari bor deyapti. Yana ham egasining nomerlarini qoldirib o'tamiz. Bemalol aloqaga chiqib savdoni qilaverasizlar ekan. Buyam yaxshi ekan. Isho bir xil shu 32 kami bor. Bir joyga bo'lsa 32 danmi? Ha. Bir joydan bo'lsa 32 million so'mdan deyishyapti. Agarda yakkaga bo'lsa-chi? Yakkaga bo'lsa endi o'sha 32 kesin qani kelishi bo'lamiz. Ho, boshidagisi-chi? Boshidagi 35 deyapman, undan katta bu. Aha, 35 million so'm. Ha. Chetdagi. 35 mi? Yana ham kelishtiramiz. Ha, yana kelishtiramiz. Hozir Turkiyasan. 35 million so'm yana ham savdolari bor deyapti. Juda ajoyib narx bo'layapti. Baba, bular 100 ga 100. Ha. 100 ga 100 Angus. Birinchidagi gibrid, ha? Gibrid. Birinchidagi Mickey Mouse gibrid ekan. Qolgan 5 yalasi 5 bosh novosimiz 100 ga 100 Angus. Gibrid hech qanaqasiga gibrid emas, Angus 100 ga 100 Angus. Bularda 32 million so'mdan savdolari bor deyapti. Ana shu gibrid Mickey Mouse'imizda 35 million so'm, uni ham kami bor, savdolari bor deyapti. Kimgaki qiziq bo'ladigan bo'lsa, akamiz nomerlarini pastda qoldirib o'tamiz. Bemalol aloqaga chiqib savdolarni qilaverasiz akalar. Juda barakali kelishtirib beraman deyapti. Yaxshi kunimga sotaman deyapti. Sotyapman deyapti. Nasib bo'lsa, Xudo xohlasa, kimga nasib qilgan bo'lsa, akalar. Tashqaridan kelyapti, tashqaridan. Hamma savdosini bersin, qo'ldan kelgancha sizlarga taqdim qilib o'tyapmiz. Mana o'tkir tog'amiz, o'tkir o'z. Nasib bo'lsa, qo'ldan kelgancha birgalikda video qilyapmiz. Nasib bo'lsa, o'tkir tog'amizning kanalida chiqadi. Imom o'zida ham chiqadi, o'zimizning kanalda. Qo'ldan kelgancha mana shunday ajoyib novoslarni taqdim etishga harakat qilyapmiz. Hozirda quruq yemishyapti deyapti. Akalar, bular hammasi hozircha boqma. Chunki bularning kilosi juda ko'p bo'lib ketadi. 700, 600, 500 kilo bo'lib ketadi. Hozirda men o'zimda ko'zim bilan qaraganda 300 plus minus mana oqboshimiz 320 plus minus. Akalar, 32 milliondan 5 alasi bir joyga, 35 million ana shu oqboshimiz отдельно qo'yilyapti. Yana ham savdolar bor. Samarqand. Siz Hamza buvamidi? Halil bu. Halil bobomiz mana. Ha, men Pravda Qovon qishloq. Qovon qishloqdamiz. Gumbaz mahallasi. Kelaverasiz hurmatli akalar. Bo'ldi.